O'zbekistonda bitta qo'y 28 ming dollarga sotildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Qurbon hayit arafasida rekord darajadagi savdo bo'lib o'tdi. Bir bosh qo'y 28 ming dollarga sotildi. Ha, adashmadingiz, bu hazil emas. Bu summa evaziga butunlay yangi Malibu 2 yoki 4 ta Damas olish mumkin edi. Lekin kimdir shunchaki mashina emas, balki qo'yni tanladi. Uzoq yillik mehnat ortidan katta bo'lgan zotdor va noyob qo'y boshqa qo'ylardan ajralib turadi. Qurbonlik bozori bu safar haqiqiy auksion maydoniga aylandi. Eng sifatli hayvonni olishga harakat qildi, ammo bu 28 ming dollarlik qo'y hammadan ajralib turdi. Bunday holat kamyob, lekin o'zbekistonliklar hayvonga bo'lgan hurmatini va sifatli narsa uchun katta pul to'lashga tayyorligini ko'rsatadi. Endi bu qo'yni faqat qurbonlik, balki gazeta sarlavhalariga chiqqan yulduzga aylanishi mumkin. Ushbu xabarni qurbonlik uchun qo'y sotib olishni niyat qilib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.